Qiyman. Yoshlar tarbiyasi eng muhim masalalardan biridir. Mamlakatimizda 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 yosh avlod ta'lim tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'g'il qizlarning zamonaviy bilim olishi, yuksak ma'naviyatli bo'lib ulg'ayishi uchun zarur sharoit yaratish borasida ishlar izchil davom ettirilmoqda deydilar. Yangi iqtisodiyot munosabatlari kasb-hunarga yo'naltirishning yangicha munosabati sharoitida mehnat ko'nikmalari va malakalarni maqsadli shakllantirishdan iborat bo'lib, ongli va har tomonlama rivojlangan fuqaroni tarbiyalashning tarkibiy qismi hisoblanadi. Mehnat tarbiyasi o'quvchilarga mehnatning mohiyatini chuqur anglatish, ularda mehnatga ongli munosabat, shuningdek muayyan ijtimoiy foydali harakat yoki kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Mehnat tarbiyasini shunday tashkil etish kerakki, inson mehnat jarayoni va uning natijasidan qanoatlanishini tarkib toptirishga ko'maklashsin. Mehnat tarbiyasining pirovard maqsadi shaxs harakatining asosiy xislati sifatida uning mehnatga bo'lgan ehtiyojini shakllantirishdan iboratdir. Mehnat tarbiyasida maqsadga erishish yo'lida quyidagi vazifalarni ijobiy hal qilish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, yosh avlodni mehnat qilish istagini qaror toptirish va ularni zamonaviy ishlab chiqarishning turli sohalarida faoliyat yuritishga tayyorlash. O'quvchilarda jamiyat manfaati yo'lida mehnat qilish ehtiyojini hosil qilish. Ularni aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'quvchilarning mavjud bilimlarini uzluksiz ravishda takomillashtirib borishlari uchun zarur shart-sharoit yaratish. Ularda mehnat ko'nikma va malakalarni tarkib toptirish. O'quvchilar faoliyatida yuqori madaniyat, maqsadga intilish, tashkilotchilik, mehnat intizomi, tadbirkorlik, tejamkorlik, ishni sifatli bajarish, moddiy boyliklarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, hayotiy faoliyat yo'nalishini belgilash, malakalarni shakllantirish. O'quvchilarda davlat iqtisodiy, siyosiy mazmunning tayangan holda ular yashab turgan hududlar ishlab chiqarish, xususiyatlariga muvofiq kasblarni egallashga bo'lgan qiziqishlarini oshirishdan iboratdir. Xo'sh, o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini olib borishda kasb o'zi nima degan savol tug'iladi. Kasb to'g'rida bir qancha ta'riflar berilgan. Misol uchun, kasb bu inson ma'lum bir talab qo'yuvchi faoliyat turidir deb aytsak, yana bir jihatdan kasb bu inson jamiyat tomonidan tan olinishidir. Ya'ni kasb tiriklik va tirikchilik manbai bo'lib hisoblanadi. O'qituvchi pedagog o'rta va oliy ta'lim tizimi xodimi bo'lib, o'quvchi va talabalarni o'qitish bilan shug'ullanadi. Boshqa manbalar nomlari ustoz, domla, muallim, o'qituvchi, muallim, turli yo'nalishlardagi umumiy o'rta ta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, ya'ni professional ta'limlar ishlarini amalga oshiradigan mutaxassisdir. Oliy maktab o'qituvchilari domla deb aytsa, ba'zi bir o'quvchilarimiz o'qituvchi, ustoz deb aytib boradi. Ustoz bu o'sha ikkinchi onamizdek qabul qilishiga biz o'quvchilarga imkoniyat yaratib berish kerak. O'qituvchilarga nisbatan muallim yoki pedagog atamasi ham qo'llaniladi. O'qituvchilik kasbi juda qadim zamonlardan buyon inson faoliyatining alohida turi sifatida mavjud. Chunki inson faqat ta'lim-tarbiya tufayligina hayotni mazmunli davom ettiradi va rivojlana oladi. Kasblarga to'xtaladigan bo'lsak, shifokor, tibbiy xodim, kasallikka chalingan yoki jarohatlangan odam sog'ligini tiklash bilan shug'ullanuvchi shaxsdir. Boshqa nomlari doktor, vrach, tabib, hakim deb ham aytilib o'tiladi. yoki muhandislik kasbiga to'xtaladigan bo'lsak, muhandis yoki injener texnikaning muayyan bir
sohasiga ixtisoslashgan mutaxassis hamda muhandislik sohalaridan biri bo'yicha oliy ma'lumotga egasidir. Ilgari Sharqda binokor, yer o'lchovchi, bino yoki inshootlarni loyihalovchi, geometriya bilan shug'ullanuvchi kishilar muhandis deb atalgan. Bag'dod, Damashq, Buxoro, Xiva, Samarqand, Toshkent, Qo'qon va boshqa shaharlarda hozirgacha saqlanib qolgan qadimiy bino va inshootlar qurilishida foydalangan murakkab geometrik shakllar, arklar, gumbazlar, qubbalar, jumladan sug'orish va suv chiqarish inshootlari ham muhandislik kasbiy yo'nalishi tomonidan barpo etilgan. Zamonaviy kasb deganda marketing va digital marketing, ijtimoiy tarmoqlarga marketing, grafik dizayn, moliya, buxgalteriya, menejer, loyiha boshqaruvchi, sotuv menejeri, robototexnika mutaxassisi, video montaj ustasi yo'nalishlari, axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha esa dastur ta'minotchisi larda hisobga olishimiz mumkin ekan. Hozirgi o'sha aynan texnologiya darsi maktablarda o'tiladi, xabaringiz bor. Bu 1-sinfdan 4-sinfgacha tashkil qilinadigan dars. 1-sinfdan to 4-sinfgacha bo'lgan jarayonda boshlang'ich sinf o'quvchilari jami 135 soat dars o'tiladi. Milliy o'quv dasturida hozirgi o'sha zamonaviy kasblardan kiritilgan, shulardan biri kiberxavfsizlik yoki javobgarlik kasbini bemalol aytib o'tishimiz mumkin. Kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassis u kompyuter tizimini xavfsizligini sinovdan o'tkazishga ixtisoslashgan mutaxassisdir. Biznes talabiga binoan IT infratuzilmalarni zaifliklarini topadi. Tadqiqotchilarning prognozlariga qaraganda global kiberxavfsizlik bozori 2021-yildagi 217,9 milliard dollardan hozirgi 2026-yilga kelib esa 2025-yilga kelib esa 345,4 milliard dollargacha o'sadi. Ya'ni 2026-yilgacha shunday prognozlar bor. Javobgarlik hozirgi kasbiga to'xtaladigan bo'lsak, fond birjasi mutaxassis vositachisi deb bilamiz bu kasb egalarini. Asosiy vazifalari aksiyalarni sotib olish yoki sotish, o'z hisobidan yoki brokerdan farqli o'laroq. Bu kasblarni biz bemalol o'sha zamonaviy kasblar sarasiga qo'shishimiz mumkin. O'zi o'quvchilarni o'sha kasbga yo'naltirishning asosiy bosqichlari quyidagilar. Ya'ni bular 4 bosqichga bo'lib olishimiz mumkin. Birinchi maktabgacha ta'lim yoshdagi o'quvchilar birinchi bosqichi, ikkinchi bosqichi boshlang'ich kichik yoshdagi o'quvchilar, ya'ni 1 va 4-sinflar qamrab oladi. 3-bosqichi o'rta yoshdagi, ya'ni bu 5-7-sinflar bo'lgan o'quvchilarni qamrab olsa va eng 4-bosqichi katta yoshdagi, ya'ni 8-9-sinf. Bu 4-bosqichda o'sha kasblarni qamrab oladigan fanlar nimasiga kiradi, kasblar yo'naltirishga